Suyak singanda birinchi yordam sifatida nima qilish kerak? Jarohatlangan joyi birinchi navbatda harakatsizlantirish kerak va o'zini mutaxassisga, travmatolog guruhiga borish kerak. Yiqilib qo'l og'risa, qanday bilamiz suyagi singanini? Shu jarohatlangan joyi o'zida o'zini klinikalar bilinadi, ya'ni shish, ko'karish, qizarish, deformatsiya va suyak gravitatsiyalar bilinadi. Suyak tez bitishi uchun nima yordam beradi? Suyak tez bitishi uchun o'sha travmatolog yozib bergan dori vositalarini tartiblanishi kerak. Ovqat nazorat qilish, oqsilga boy moddalarni va kalsiyga boy moddalarni doim iste'mol qilish kerak. Eng ko'p sinadigan suyak qaysi? Bu siniqlar asosan yoshga qarab bo'linadi. Yosh bolalarda asosan bilak, tirsak bo'g'imi odatiy joylar ko'p siniq uchraydi. Yosh kattalarda esa son, chanoq son bo'g'imidagi suyaklar sinishi. Sportsmenlarda esa asosan futbolistlarda tizzadagi mensk va paylarni jarohati kuzatiladi. Suyak chiqqanda uyda joyiga solish mumkinmi? Albatta yo'q, chunki bemor shu bo'g'im atrofida o'tgan pay, qon tomir va nervlarni o'zi bilmagan holatda jarohatlab qo'yishi mumkin. Bahrom aka, mana shunday foydali maslahatlar olish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta siz bizning Doktor A klinikasi sahifamizga a'zo bo'lishingiz kerak.